Ming bir hadis. 377 hadis. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jannat onalar oyoqlari ostidadir. Jannat deydilar, onalarini oyoqlari ostidadir. Bu shunday bir kinoya bilan, majoz bilan aytilgan so'zki, onalarni oyog'i ostiga boshingizni eksangiz, ya'ni ta'zim qilsangiz, nima xizmat bor? Menga xizmat buyuring onajon deb boshingizni quyi qilsangiz, ana siz go'yo jannatni topibsiz. Shuning uchun onalar oyog'i ostida jannat, jannatni onalarni oyog'i ostidan qidiring degan so'zlarning ma'nosi, demak, faqat bu shunchaki aytilgan so'z emas ekan, balki shu onalarga bo'lgan farzandlarni hurmat, izzati, ta'zimi, ularni rozi qilish uchun, ularni duolarini olish uchun harakat qilishga targ'ib etyaptilar. Ming bir hadis.